Oo, ilon boş görünüyordu mu? Ana. Oo, dikti yürüttü. Az uradı. O gel git yaptı. Vurdu mu nasıl? Ya sazan mı ilon boş mu? İktiyle pazakas. Gurpa, zapritten indi çıktım oğuga. Hadi Johnny. Git. Çuvalcayın dop gidiyordu. Ana. Yes. Vay koyu vardı. Poçum oldu. Görünüyor. Pauzada turgan ekan men. Ket. Ko'rinyapti mana. Narigi chegada qizil popluk. Mana sazanmikan? Urdi o'shani. Urib qo'yib yubordi. Pazakas. Rебята, yes. Maydaroq ekan-a? Yes. Joningdan. Zapretdan keyin birinchi. Qochdi. Kurchuklarni almashtirish kerak ekanda. Ko'rinyaptimi? Mayda kurchukman. To'rlik. Ketdi. Kurchuk kichkinada chiqib ketib qolyapti. Ketdi. Xudo. Ketyapti. Ko'rinyaptimi? Pazakas. Joningdan sazan bo'lsa edi. Yes. Joningda ilon bosh ekan. Yes. Ko'taramiz endi. Yops. Joningdan. Zapretdan keyin birinchi marta baliqqa chiqishimda bugun. Voy, hamma tomirlarim qimillab ketdi. Baliq mazzada mana. Yuraklarim dukullab ketdi. Qancha o'p ketdi baliqqa chiqmaganimga. Joningdan akang. Ikkala kurchukni ham yegan mana. Bittasi bu yoqda. Qoyili och ekanda. Ikkala kurchuk. Moni uryapti. Sazanni kutsam ana qimlatyapti poplukni. Ko'rinyaptimi? Ana ketdi. Sazan shekilli bu. Sazanni kutsam ilon bosh chiqyapti. Voy, video bo'lmay qoldi. Cho'lchang ko'rdi. Videoga tushmay qolibdi. Pauza bo'lib qolibdi. Assalomu alaykum gurpadoshlar. Tinchmisizlar? Omonmisizlar? Zapret ochilgandan beri birinchi marta bugun baliqqa chiqishim. Vaqt yo'q. 1 soatga bo'lsa ham chiqdim. Xudo xolasa ertaga vaqt ajratib 1-2 soatga chiqamiz xudo xolasa. Maza qilyapman lekin bori shunaqa sog'ingan ekanman. Popluk tortsa bori yuragim dukullab ketyapti. Yuragim dukullab ketyapti popluk tortsa bori. Shunday tortdim, adlinlarim dahshat-u. Voy dod. Voy jigarlarim, tabiatni qarang. Ana. Qamishlarning ichida o'tiribman. 3 kun chiqmasam portlab ketardim hozir. Oldim. Qoyil. Mon tortyapman poplukni. Tort canım.
faqat sazanmi deymanda. Popni o'zimda yerga bosib qo'yyapti. Sazanga o'xshatdim shuni. Tortishidan. Potipsidan sazanga o'xshadi-yu. Tort bir maqtanib qo'yaylik. Uzib ketmaysan miya. Ikkita ilonbosh, bitta sazan ushladim hozircha. Telefonni yangilamasam bo'lmas ekan. Darrov zaryadga tashlayapti. To'xtayapti. Hurmatli guruhdoshlar, zaryadga tashlayapti. Ya'ni yarim soat shomgacha o'tiraman. Ikkita olib ketaman. Xudo xolasa, hali 3 ta bo'ldi. Ikkita ilonbosh, bitta sazan, bitta bateriya bo'ldi. Yo'q, ikkita bateriya bo'ldi. Ovdagilarga omad, rezultat bo'lsa, xudo xolasa tashlab qo'yaman. Yaxshi joyda o'tiribman. Zo'r. Eng uyimga yaqin joyga kelganman. Esa bo'lsa 1 kilometrmi, shunaqa yo'q. Ovdagilarga omad.